Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana bir qiziqarli tajribalar ko'rishni boshlaymiz. Men bugun sizlar bilan biz tuxumning yangi yoki eski ekanligini nima qilamiz? O'rganamiz. Demak, tuxumning yangi eski ekanligini bilishimiz uchun nima qilamiz? Bizga suv kerak bo'ladi. Suv solamiz. Agar suvni solgan payt juda ham to'ldirib yubormaymiz. Agar to'ldirib yuboradigan bo'lsak, mana buni solsak, chunki arifmetik qonunga nisbatan qancha botsa, shuncha qismini o'ziga hajmiga teng bo'lgan suvni qisib chiqaradi deydi. Demak, bu nimadan dalolat? Demak, cho'kib ketgan bo'lsa, bu nima bo'ladi? Yangi tuxum bo'ladi. Agar suv ustiga chiqib qoladigan bo'lsa, bu nima bo'ladi? Ancha eski tuxum bo'lgan bo'ladi. Ya'ni nimaga chiqsa, biroz eskiroq, bir haftadan ko'proq bo'lgan tuxum bo'ladi. Endi mana shu tuxumni qanday qilib suvning yuzasiga chiqarish tajribasini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga nima kerak? Tuz kerak bo'ladi. Tuzni solamiz, tuxumni olib turamiz. Faqat bolajonlar uyda bu tajribani qilayotgan paytda ehtiyot bo'lamiz. Plyonka solingan bo'lsin, yana uyda ko'kilib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Yana onajonlarimizdan nima? Dakka eshitib o'tirmaylik. Demak, nima qilishimiz kerak? Buni hali ham kamlik qilyapti ekan. Tuzning miqdorini nima qilamiz? Oshirsa, uning zishiga nima qiladi? Ortib, tuxumimiz yuqoriga ko'tarilib qoladi. Tuxumimiz juda ham yaxshi bo'lganligi uchun, yangi bo'lganligi uchun hamda tuzimiz ko'proq nima qilyapti? Erimayapti. Endi uni ko'rsatamiz. Ustiga chiqib qoldi. Bolajonlar. Ko'rdikmi? Uyda shu tajribani qilsak bo'ladi. Demak, zishiga oshib ketib, buni nima qilib yuqoriga ko'tardi. Bolajonlar bilan xayrlashamiz.